Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun 12 fevral 2026-yil. Yangi yana ikkita bioreaktor tayyorladik. Go'ng sveji go'ngligi uchun bioreaktor holatiga keltirib yoyib qo'ydik. Xudo xolasa qariyb 1 oy ichida yomg'ir qorlar yog'ib qurib qoladi va ichiga chuvalchanglar tashlaymiz. Mana bu bioreaktorga chuvalchanglar tashladik. Buni bir 2 haftadan o'tdi tayyorlaganimizga. Bu ham sveji go'ng edi. Bir qator yaxshilab chopib, maydalab, ancha yomg'ir qorlar unga tegib ancha chiridi. Endi xudo xolasa chuvalchanglar buni ichida ishni boshladi. Nasib qilsa narigi ikkitaga ham bir 15 kunlar ichida bir ishlov berib, keyin chuvalchanglar tashlaymiz. Mana bu ikkita bioreaktor eski, bular beg'o'miz holatiga kelyapti. Ichida chuvalchanglari ko'p. Buni ham endi xudo xolasa ustiga va yonboshiga kengaytirib go'ng tashlaymiz. Katta bioreaktor holatiga keltiramiz bularni. Mana buni ichida beg'o'mizlar e'lanyapti. Davom etyapti ishlar. Zakaz asosida beg'o'mizlarni tayyorlab qo'ydik. 10 xalta Vichy sort. Olib ketishadi. Kecha ham olib ketishadi. Koreyskiy oshqovoq ekishayotgan ekan. Kuniga 10 xalta olib ketyapti. Ular har doimgi postoyanniy klient. Xudo xolasa 3-4 tonna oladigan. Har kunlik oladigan tayyorlab qo'yganmiz. Elashlar davom etyapti. Kimga sifatli beg'o'miz kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 97 244 44 06 Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi. Sog' omon bo'linglar, kunlaring xayrli va barakotli o'tsin.